Assalomu alaykum qizlarjonlar. Tanangiz siz bilan gaplashadi. Bu bilarmidingiz? Onkoginekolog kasalliklarni oldini olishlik uchun aynan siz 5 ta xavfli belgini bilishingiz kerak. Bu xavfli belgi sizni shu yomon kasalliklar bo'lishini oldini oladi. Birinchi, qorin pastida og'riqlarda bo'lishi, bosim bo'lishi, benamozlarning ko'p kelishi, hidli kelishi, jinsiy hayotda qonli ajralma kelishi va asta sekin har xil paytda menstruatsiyadan tashqari paytda oz-ozdan qonlar ajralmalar kelishi va shu bilan eng katta ayollarda aldab qo'yadigan belgi menstruatsion sikl tugaydigan paytda menopauzaga o'tadigan uzoq muddatda qon kelib yurishlari va ayollarda e'tiborsiz qolishlari menopauzadan keyin 1 yildan keyin qon kelishlar, bular onkoginekologik kasalliklarni erta belgilari hisoblanardi. Bu narsani bilarmidingiz? Siz o'z hududingizdagi doktorga murojaat qilishingiz yo bo'lmasa bizda onlayn tarzda konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.